Sha'bon oyining fazilatlari. Rajab o'tdi, Sha'bon kirib keldi. Qabilalar harom oyi Rajab tugagach, janglar va hujumlar uchun bo'linib ketishgani bois Sha'bon deb nomlandi. Sha'bon haqida nimani ham bilardingiz? Ramazonni kutib olish va unga tayyorgarlik oyi, roza tutish va Qur'on o'qish oyi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu oyda ko'p roza tutardilar. Ko'p insonlar bu oydan g'aflatda qolishadi. Bu oy shu yildagi barcha amallar ko'tariladigan oy. Usoma ibn Zayd roziyallohu anhu aytadilar: "Ya Rasululloh, Sha'bonda roza tutganingiz kabi boshqa oylarda roza tutganingizni ko'rmadim." Rasululloh shunday dedilar: "Bu oy Rajab va Ramazon o'rtasidagi insonlar undan g'aflatda qolishadigan oy. Bu oy amallar olamlar Robbisiga ko'tariladigan oy. Men ro'zador bo'lgan holimda amalim ko'tarilishini yaxshi ko'raman." Ibnul Qayyim rahimahulloh aytadilar: Sha'bon oyida yillik amallar ko'tariladi. Salaflar bu oyda Qur'on tilovat qilishni ko'paytirishar, hattoki ulardan ba'zilari o'zini Qur'on o'qishga ajratish uchun do'konini yopib qo'yar edi. Salamat ibn Kuhayl aytadi: Sha'bon oyi qorlar oyi deb aytilardi. Salaflar Sha'bonda miskinga yordam berishga haris edilar, u Ramazonda oilasi va bolalarini xursand qiladigan narsalar bilan kutib olishi uchun. Ba'zi salaflardan rivoyat qilinishicha, agar Sha'bon oyi kirib kelsa, ular mollarining zakotini chiqarishar edi, zaiflar va miskinlarga Ramazon ro'zasini tutishda kuch bo'lishi uchun. Sha'bon oyida nafs tarbiyalanadi va tayyorlanadi. Ramazon oyiga eng chiroyli holat va amallar bilan yuzlanish uchun.